Bizda demak ichak faoliyati женский bir-biri bilan uzviy bog'liqda ko'p holatlarda даже putить qiladi. Ichakdagi og'riqni matkada bo'ladi, matkadagi og'riqni ichakda bo'ladi. Потому что ikkalasi yonma-yon joylashgan. Mana qinni orqa devorida уже ichak. Ichagingiz yaxshi yurishmasa женскийga ham beradi. Потому что постоянно zastoy bo'lib turadi. Axlat yig'ilib tursa yoki gazli bo'lib tursa, bosim bo'ladi matkaga. Поэтому og'riq sразу matkaga beriladi. İçim ağrıdı deydi-ku, ichak olmayapti demaydi, to'g'rimi? İçim ağrıdı deydi. O'sha paytda женский bo'lishi mumkin. Endi bimlanish hisobiga yoki ichakda mikroflora yaxshi bo'lmasa, qanday mikroflora buziladi? Shuning hisobiga disbakterioz vagarish, disbakterioz kishaychiga birga keladigan narsa. Siydik yo'lidagi endi samo собой qinda agar yallig'lanish bo'lsa, o'tda siydik yo'liga ham uretraga kiradi, bakteriyalarning hisobiga sistitlar bo'g'iradi. Hozir yozgan antibiotikda и так уже ikkita antibiotik ketadi. Arnidazol bilan siprofloksatsiya. Asosan bu yerda probiotiklar kerak. Mana kuchli mas desangizda protsess tushmasa, no bu xronizatsiya, ya'ni surunkaliga o'tib ketsa ham siz doimiy bo'lib turadi. Vроде yugurib boradigan ishingiz yo'q, no kачество hayotingizni менять qiladi. Ya'ni siz vроде бы kuchli olmayapti, no постоянно nervingiz o'ynaydigan narsa bo'ladi. Demanoza bu ferment bakteriyalarni, ayniqsa o'sha siydik yo'ldagi bakteriyalarni оболочкасini расщеплять qiladi, inaktivировать qiladi shu bakteriyalarni. Shuni hisobiga u davolaydi. To'g'ri, o'tkir protsessda qilinmaydi, lekin surunkaliga yordam beradi. Uni uzoqroq ichish kerak. Uzoqroq ichish kerak. Shuncha yozdim. Ko'rasiz, soстояниеga qara. A вот siydik yo'lingizni o'ziga yozaman. Потом varikozdan вроде бы sizni bezovta qilmaydi, no lekin постоянно og'irlik bo'ladi. Masalan, sakrasangiz, o'sha jinsiy hayotda постоянно og'irlik bo'lib turaveradi. Uni davolash kerak. Uni davolash uchun birinchi o'rinda ichagingizni davolashingiz kerak. Agar ichagingizda dimlanish bo'lsa, varikoz ham ketmaydi. Varikoz kimda bo'ladi? Tug'ruqdan keyin ichi qotadigan ayollarda, ko'p o'tiradigan, masalan, постоянно o'tirsa, dimlanish bo'laveradi. Keyin og'ir ko'taradigan ayollar va og'ir ish yoki bolasi постоянно og'ir bo'lib ko'tarib yuradi. Shunaqalarda bo'ladi.